Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilar. Mana xudo navbatdagi 12 tali va komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Video obzorimizni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Video obzorimiz yoqsa bittadan like bosib esdan chiqmasin. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu ishimiz obzoriga keladigan bo'lsak, oyoqlarini mana tumbasini chiroyli qilib ishlaganmiz. Xonlar razmerini ham mana gullarni chiroyli qilib ishladik. Xon razmeri 1.5 ga 2.75 shaklda ishlab berdik. Gullarni ham chiroyli qilib bosib berganmiz. Stolga keladigan bo'lsak, lisva yog'ochdan bo'lgan 100%. Ko'rishingiz mumkin. Gullarni ham chiroyli qilib mana o'yib kompyuter xizmatida ishlab berganmiz. Sariq rangda qilib. Stol rangi oq jemshug. Materiallar turetskiy Turkiya materialida ishlab berdik. Tugmalarni ham ko'rishingiz mumkin. Machalkalari spinka qismiga 3 dan 3 qavat, ya'ni 9 sm, spinka qismiga 3 dan 1 qavat, ya'ni 3 sm qilib ishlab berdik. Bu ishimizni Andijon viloyati Paytiq shahriga tayyor qilib berdik. Narxiga keladigan bo'lsak, 3.600.000 so'mga tayyor bo'ldi 12 tali ishimiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'lasizlar. Agar video obzorimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishlarini so'rab qolamiz. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar.